Yana bola topishlaring kerak. Ish ko'payyapti. Biz veshni emasmiz. Уже yaqinda o'yindan chiqamiz. Chiqishlaringni bilmadim-ku. Lekin kirib ketishlari aniq. İçimde qora narsa yo'q lekin bora yuragim qoraydi. Yo'qdir bir chora qaytarishga holim. Qara ahvolim guldek so'ndim-ku. Guldek so'ndim-ku. Hamma hayollarim nariga boshqa narsa o'rgatar ekan. Maktabda hamma bilar ekan qandoq qilib yashashim kerakligi. Topuvdim birinchi sevgini, ko'tara olmadim uni fe'lini. Hech kim qidirmas ekan kelinni, asab o'ladigan joyda. Yaqinda tarvuz sotdim. Tarvuz sotish uchun asab bilan tarvuz kerak ekan. Chunki tarvuzimizni nima sotaman? Men tarvuz sotib o'tirsam, bitta klient keldi-da, "Ichi qanaqa buni?" deydi. Keyin men aytdim, "Ichini qattan bilaman men. Ichiga kirib chiqmaganman u." Jahlim chiqdi-da, men ham aytdim, "Ichi yevrimi?" dedim. Ikki xona, uch xonali qilingan dedim. Kesib berasizmi deydi. Pulni bersangiz yedirib ham qo'yaman dedim. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlar bilan Sherzod Karimovich bo'ldi. Xo'sh, Sherzod qalay endi? Qalaysan? Men hozir gaplashdim, sendan keyin ozod chiqaradigan bo'ldik. Sen o'ldirgan zalni vrach tiriltirmasa qiyin masala. Nima ahvol bu? Yo'q, tushunaman, har bitta yumoristda bo'ladi bunaqa narsa. Har bitta yumoristda, lekin bunchalik men odamlarning sochi o'sayotganini eshitdim, Sherzod. Ne? Bunaqa ishlar bo'lmaydi. Sen bitta narsani to'g'ri tushun. Ozgina telefonda o'tirib, ozgina hazil yozib, ozgina telefonda o'tirib, ozgina hazil yozib, hech narsaga erishmaysan bunaqa. Yo sen boringni berib yozasan, nimagadir erishasan, yoki demak seni boshqa narsada talenting bo'lsa kerak, qidirib ko'rish kerak. Yarimta zvizda bu bo'lmaydi. Yo joningni berib ishlaysan, nimagadir erishasan yoki yo'q, tushunyapsanmi? Yo, harakat qilaman. Harakat qilaman? Sen bitta narsani tushun, menga sendan harakat kerak emas. Ko'ryapsan, atrofing to'la. Hamma bola harakat qilaman deb yuribdi, hammasi harakat qilib yuribdi. Bu senga kerak. Sanda material yozish o'xshasa, o'xshamasa meni hayotim o'zgarmaydi. Men chiqaman, yangi mashinamga o'tiraman, yangi uyimga ketaman deb bolalarim bilan aylangani chiqaman, hayotim davom etadi. Bu senga kerak. Tushundingmi? Yangi mashinangiz bilan yangi domingiz borliginimi? Harakat bor. Kulgili chiqsa yana ham yaxshi. Bo'pti. Bu yerda ko'p yig'lama, boshqalar kelyapti o'zi. Xo'p, rahmat. Ichkarida u bukum uxlayotmidi? Hamma jimjit o'tirib uyg'otib o'rmaydi. Даже mana shu gapim ham seni hazilingdan kulgili. Yig'ishtir buni. Oilani normal ish qilib boqish kerak. Ertadan repetitorga borasan. Matematikada. Gaplashib qo'yganman. Kecham bo'lib qopti. Uyingga tashab qo'yaymi? Men ham shu tarafda turaman-ku. Mana bu hazil. Shu ham ishmi? Yur tez.
Uf, yig'ishtiring shu o'yiningizda foydaliroq ish qilsangiz bo'lmaydimi? Doringiz bormi? Bu foydali ish, a? Bu hech qachon foyda olib kelmaydi. Bu juda zarar. Juda qimmat. Mendan pul so'rayapsizmi? Jonginam. Дружба, служба. Bu biznes. Men Naqd kerak emas, kartamga o'tkazvorma. Assalomu alaykum. Kirsam maylimi? Kir. Nasıl Normalni. Ну, серьезно. Maylimi? Men ham odamman. Vechni kulib yurmayman-ku. Hop, nima bo'ldi? Ishlang. Akam orzularimga qo'shib hayotimni ham chopyaptilar. Tushunmadim. Stand-upni yig'ishtirib temiryo'lga kirdi-oldilar. Zombi bo'lib qolaman unda. Uy ish qilib. Shar. Stand-up tashlama lekin. No, uydagilar nimadir bilishmasa gapirishmaydi. To'g'ri. Bu narsani bilishadi, shuning uchun temiryo'lga tiqishmoqchi. Kim gaplashyapti? Doniy oldinga qaragan. Umarov, tur o'rningdan. Vapshi quloqsiz bola bo'lib ketyapsan. Bor, boshqa joyga o'tirgan. Aktyorsan, aktyor. Sher. Instagram kirib, Shahloning surasini ko'raylik. Nima gaplashyapti? O'yinlar gaplashyaptimi? Shirzod, daftaringni ol, tez doskaga. Biologiya? Sinfxonangiz orqada ustoz mana ham. Bitta daftarni ikkita fanga tutasan. Rus tili? Ya sizga o'rtada ustoz, men o'rtada sizga. Yo'qot daftaringni. Kimda yana shunaqa daftar bor, ha? O'qituvchiga qanaqa hurmat bu? Har bir fanni bitta daftarga yozib olib kelasan. O'zim tekshiraman. Tushundingmi? Sen qayerga ketyapsan? Bu darsmi, sirkmi? Bor joyingga o'tir. Fohliroq qilsam bo'lmasmidi mana shuni? Ichimizda yashab iziqni tinimsiz bahslashib yashaydi. Qimmat telefon nima qilamiz? U hamma o'yinlarni tortadi. Oddiy stajyormiz-ku, boyvachcha emas. Qat'iy qaror qilish vaqti keldi. Anorbank muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar. Jigar, yana siqilib o'tiribsanmi? U shundan ham problemalarimiz ko'p bo'lsa. Erkak kishi bitta qiz uchun siqilishi lekin yarashmaydi. Ayniqsa sen uni to'g'rigan qiz uchun unaqa o'tirishing g'alati emasmi? Doniy, sen vashshe gapirmang-a. Sevgi to'g'risida o'zing nimaga tushunarding? Sen yuragan Samarqand darvoza yotibdi o'zi, har kun kimdir kirib chiqadi. Pavlik. Uzr. Sevgini bitta sen tushunasan. Sen men bu nastroyening bilancha atrofingdagi hammani yo'qotib qo'yasan, bilasanmi? Shahloni sevsang bo'ldi, jigar qo'yvor. Unut bo'ldi. Baxt bu. Yaxshi ko'rgan odamingning baxtli bo'lishini ko'r shu. Shahlo hayotini boshladi sensiz.
San ham boshla. Sen sevgan odaming bilan emas, seni sevgan odam bilan baxtli bo'lasan. Menimcha, yana bilmadim. Kattaroq tanishlaring bo'lsa so'rab ko'r. Yashasan bo'lsiz. Jigar, men bilan boshla demadim. O, mana boshlaydiganlar, qara. O, mana. Tani? Xapmasmisan buni? Yo'q, hech jinnimisan. Maradonada hech qachon xafa bo'lmayman. Bu jahlga gapiraverdim, men uzr. Yo'q, hech chiqsa. Nozi! Ana endi kallang ishladi. Kechagi ish uchun uzr. Anaqa oq tuyim bo'lsa kechirib aylanishga chiqardik. Siz meni dugonammi deysiz bilan aylanishga chiqaman. Nima bo'ldi? Sher. Mana Sanjar. Spiduxaga chaqirdim. Prikin. Nima deding, rozi bo'lmadingmi? Yo'q, конечно. Siz aytganingizdek qildim. Sen men o'rtog'imni deyindim. Malades, qara. Sirraz rozi bo'lib qo'yman. Nozi ismidan in olib tashaganda ozgina noz qil. Xo'p? Xo'p, no qachongacha noz qilaman? Fikridan qaytib qolsa-chi Sanjar? Kitob o'qiganmisan? Tushunarli. Qara. Senga Sanjar qachon yarimta barg bersa, o'shanda uchrashuvga chiqishga rozi bo'l. Yarimta barg? Yarimta barg. Yarimta barg? Okay? Okay. Yarimta barg. Yarimta barg. Cho'tam. Tirnovka qilamizmi? Lekin undan oldin maslahat kerak. Maslahat kerak deyapti. Unaqa qilma maslahatim. Hazillashyapman. Qanaqa maslahat? Gapir. Nozini uchrashuvga taklif qilsam chiqmayman deyapti. Oddiy narsa-ku. Shundoq bitta gul olib, masalani hal. Gul desam. Sen nima deysan? Qara. Birinchi maslahatim Donidan boshqa maslahat so'rama. Ikkinchisi Kim Hun Hanni Telbamasman degan asarini o'qiganmisan? O'zi kitob o'qiganmisan? Sarg'ida ham bo'l, tushunarli. Qara. Noziga yarimta barg ber. Yarimta barg? Yarimta barg. Agar Nozini dunyo qarashi keng kitob o'qiydigan qiz bo'lsa, sirrazi bargga oladi, uchrashuvga ham rozi bo'ladi. Sani ham takoy dunyo qarashi keng bola ekan, kitob o'qir ekan deb o'ylaydi. Bu gapingizni Zametga olib qo'yaman. Ertaga bitta-ikkita qizlik ishlatib o'qaman. Olib qo'y. Shunda yarimta barg bersa o'qiydigan bola deb o'yladim. Prekin. Shuna qo'yildi. Siz ham kitob o'qiysizmi? Yo'q. Kitob o'qish kerak jigar. Bo'lmasa bularga o'xshab ulug' bo'lib qolaversan. Nima deysan? Sog' bo'l. Ichimizda yashab iziqni tinimsiz bahslashib yashaydi. Shu ham bo'laveradi. Kelib xotiningdan qiz olasan. Hali uyni remont qilish kerak. Saxiylik vaqti keldi. Anorbank muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Qayerda yuribsan? Maktabdami? Nega aldabozsan? O'qituvching telefon qildi. O'g'lingiz kelmadi deb. Ko'chaga chiqdim ovqatlanishga. Shunga shuncha o'qimami? Sen bilan uyga kelganingda gaplashaman. Hozir tez maktabga bor. Bularga faqat maktabda bo'lsam bo'ldi. Qolgani bilan ishlagan ham yo'q. Tinchlik nima bo'ldi? Odamlarning o'g'illari borligi eslariga tushib qopti. Ketdi maktab oldiga hayda, o'sha yerda bo'lib turaylik. Sher? Sanjarni o'qiyotgan ekan.
Yangi muhabbatini qidiryapti. Kul. Men ham kulib qolarman. Sher, bizning sevgi muhabbatimiz nima bo'ldi? Mabodo sizga tarafda yig'ilish qilmaganmisizlar? Qanaqa bizning muhabbat? Zaringni aytyapmi? Ha, meni muhabbatimmi? Meni muhabbatim emas, meni armonim sen to'g'riroq bo'lar edi. Podadan oldin chang chiqarmaylik. Voy. Qaq ketyapsan? Armonim oldiga. To'xta, unda men ham boraman. Jigar, o'zimga mosini topdimmi deyman. Amerikaga shu qiz bilan ketaman. Mabodo seni tanlasa-da, to'g'rimi? Da, xotirama. Borganda video tashlab turamiz. Ammo mabodo meni tanlasa, seni Amerikaga kuzatgani mana shu qizni olib chiqaman. Lekin mashinadan tushirmayman. Alo. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Doniyor yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Bugun darsga bora olmayman ustoz. Nega, tinchlikmi, nima bo'ldi? Ozgina gripp ko'payib ketganiga gripp bo'lib qolman shekilli. O'zi 2 safardan beri darsga qatnashmayapsiz. Lekin adam bilmasinlar. Iltimos, komandirovkadalar. Nasriyalar buzilishini xohlamayman. Adizzaga yolg'on gapirsam g'alati emasmi? Ustoz, sizga sovg'a ham bor. Xo'sh. Shundoq kartangizga tashlab oling. Sochini tomosha qilib ham mazza qilyapti odam. Sevgi mash bo'lsa kerak. Bolalar qani? Bilmadim, men o'zim trenirovka qo'yman. Bolalar maktabda ishi bor ekan. Bolalarning ishi basketbol, yana qanaqa ish bo'lishi mumkin? Shuni jonimga tegdi, bolalarning ishi. Sigaret chaqirsanmi? Yo'q. Qara lekin. Nozi. Aka, bugunmi ertagami vaqting bo'lsa aylanishga chiqardik. Xo'p. Da. Kitob o'qish kerak ekan. Baxti, ustoz, nima qilyapsan? Siz nima qilyapsiz? Sanlarni qidirayapman. Charchadim, Baxti. Jonsi ko'pda ushlashni o'rganlaring. Baraka topkur, men ishdan ketsam, sanlar ham qaydalar maktabdan. Sen bo'lsa mazza qilib qizlar bilan yuribsan-a? Qancha Baxti. Barizamni yozaman. Nima maqsadlaring qillaring? Sanlar orqangdan yugurib charchadim, to'g'ri tushun Baxti. Basketbolingga ham, boshqasiga ham. Sog' bo'lasiz. Sanjar maktabdamisan? Dad. Basketbolga chiqmadilaringmi? Yo'q. Do'ron aka maktabdan ketaman deyaptilar. Nega ketarkanlar? Ular ketsalar biz ham ketishimizga to'g'ri keladi. 10 minutdan keyin basketbol polida ko'rishamiz. Bolalarni ham yig'ib chiq, o'sha yerda tushuntiraman. Bo'l, xo'p. Bo'pti. Ichimizda yashab iziqni tinimsiz bahslashib yashaydi. Puling oshib-toshib ketyaptimi? Odam bir marta yashaydi. Kotibaning maoshiga-ya? Betashvish hayot vaqti keldi. Anorban muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar.
Qara sigareting yo'qmi? Men chakmayman, ustoz. Bizreb yo'g'on gapirasan, ey. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bugundan boshlab Sallan ustoz emasman. O direktor xonasiga kirib, arizamni yozib ishdan ketaman. Birinchi o'yin yutdik-ku. Bizda shans bor hali ustoz. Sallan orqangdan yugurib yurishga menda shans yo'q. Ustoz, nimaga orqamizdan yugurasiz? Biz o'tdamiz-ku. Endichi o'tgan safar prosta omadinglar keldi-da. Keyingi komanda o'ynashni bilsa, sharmandang chiqib qaytib kelasan. Shuning uchun hozir ishdan bo'shab ketaman, sharmanda bo'lgandan ko'ra. Ustoz to'g'ri aytyaptilar. Yutqazib sharmanda bo'lganimizdan ko'ra hozir ketganimiz ancha yaxshi. Nima deyapsizlar sizlar? Kim o'ynashni bilmaydi? Ustoz, kechasi bilan turnovga qolamiz-ku. Prosta darsdan o'g'irlik qolmayapmiz-da. Ustoz, aytib berishlari mumkin-da. Kechasi bilan ertalab kechasi turnovga qilib, ertalab dars kirib ketyapmiz. Bashirvarding. Qani, Doni salomotchi, Doni otsin, otsin. Ha, ko'raylik. Doni ustoz ko'proq zashtada, padachada turadi. Lekin sherni biz ataka eta olamiz. Taktiklar ham bormi? Qoyilligim, молодец. Ustoz, siz bemalol ishlaringizni qilavering, xavotir olmasdan biz o'zimiz chotki turnovka qilaveramiz. Ko'nglim to'q sizlardan, bolalar. Omadinglar bersin. Sizlar turnovkani qilaveringlar, bu yog'ini menga qo'yib beringlar. Xo'p? O'zim boplayman. Omadinglar bersin. Sen qatdan unda qotishavermaysan. Jigar, kechasi bilan turnovga qolmadi dedim-ku hozir. Davay, pas o'ynab ko'ramiz, biz ustoz gapirib qo'ydik. Alisizlar bolalar. Qattiqmiz, ha? Men hozir nima desam, meni oshxonada masib deb o'ylaysizlar. Oilasi. Eshik qulmoqchi edim, sen ketmaysan hali. Konspektim bor edi. Sen ket tur, kalit tashlab ket, o'zim olib chiqib ketaman. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi, yetib ol. Turga ketamiz. Alo. Assalomu alaykum ustoz. Biz tugatdik. Anaqa qattasiz? Bo'l, hop. Bo'l. Ha? Razyolkaga emasmi? Ha? Koptoni ustozxonlarga qo'yib ketinglar. Ot. Nima qilamiz? Uyga borib cho'milib keyin ish qilamizmi yoki uyda ish qilib bo'lgandan keyin uyga ketamizmi? Yo'q, men ish tugatib birdaniga bozorga o'tmoqchi edim, oyimga qarashga. Ketdik unda. Nima qo'shilib o'tdi? Atas. Hech bu davlatga chiqqanmisan o'zi? Samarqanddan boshqa joyga bormaganman. Agar xohlasang o'zim bilan birga Amerikaga olib ketaman. Rostdan? Agar uydagilaring ruxsat berishsa. Bilmadim. Menimcha uydagilarim ruxsat berishmaydi. O'ylama mayli. Bir nima qilib ko'ndiramiz. Qachonligi mo'ljallab o'zi ketishi? Dokumentlar hal bo'lishi bilan uchib ketamiz. Faqat shu dokumentlarga ozgina pul muammo bo'lib turibdi-da. Qancha yetmayapti? Bilasan-ku, Amerikaga ketish oson emas. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. To'xtang. Buni sotib puliga dokumentlarni to'g'rilasangiz bo'ladi. Yo'q, buni ololmayman. Chunki o'zi aytgansan-ku, uydagilarim sovg'asiga. Mayli, menga sovg'a qilishga emas, sizga sovg'a qilmoqchiman. Amerikaga borganda bundan ham zo'rlarni sovg'a qilarsiz. Voy, dakkani ishni sovg'a qilaman. Senga sovg'a qilmasam, kimga sovg'a qilaman? Bilasanmi? Amerika shunaqa ham chiroyli davlatki. Ha, senga yaxshisidan kelib qoldi.
Ekspertsan-ku. O'zing baholab berasan. Ertaga bundan yaxshirog'i ham keladi. Faqat u sotishga. Ma. Ha, aytgancha sizga bunaqa yo'l bilan topilgan pullar kerak emas. Bilganingiz siz-chi, xo'sh. Bo'pti, jigarlar, men ketdim. Ertaga ko'rishamiz. Sana oyog'ing og'riyaptimi? Sher. Oo. Stand-updan kelajakda pul topa olaman deb o'ylaysanmi? Da, jigar. Bizadachi yaxshi yumoristlar juda kam-da. O'shaning uchun ishning ustasi bo'lsang, sen hech qachon ko'chada qolmaysan. Da. Lekin uydagilarim temir yo'lga kirgizishmoqchi. No, kirdim ham deylik, tasavvur qil. No, 20 yildan keyin men nimaga o'zimni yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanmadim deb siqilsam, g'alati-yu. Shundan qo'rqaman. Uni uydagilaringga stand-updan oldin bergan. O'shanda vazmoshlaradi. Yo'q, jigar bunaqa narsaga iltimos, bunaqa pulni aralashtirmagan menga. Iltimos. O'rtoqman, men bu ishimizdan topilgan pul deb olgin deb o'tganim yo'q. Qarz olman deb olgin. Qarz bu. Qarz bu. Yaxshi ham borsan. Assalomu alaykum. Ha, ke. Bu. Qatdan olding? Orzularim pul ishlashni boshladi. Agar ozgina xalaqit bermasdan tursangiz, bundan ham ko'p topa olmayman. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Kul rang bir xil xonadonlar, ichidagi bir xil bolajonlar, qora yoki oqni tanlar, maktablarda bir xil fanlar, maqsadsiz bir xil odamlar, qishgacha yegulik g'amlar, uylarda doim tayyor shamlar, jim kishanlar. Dushanbadan shanbagacha hamma ko'chada, kim ishda yo'lda, bu botqoq ko'chalarda peshkom, lekin gentleman ish hayolda. Bo'yinda qars o'qimaydi, dars tushunmaydi, bars bitta ham ish kelmaydi qo'ldan, bitta ham kasbni tushunmasdan u biznes boshlaydi noldan. Bugundan reja bo'lmasa, o'zgarmaydi ertaga. Ertaga hammasi yaxshi bo'ladi degan gap bu kimnidir ertaga. Ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani, ertasi yo'q bu yo'llar, ertasi yo'q bu mahallani, botta ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Qatga kelib qolding orta, to'la ko'cha kvazimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Qatga kelib qolding orta, to'la ko'cha kvazimoda, pul ketar kazinoda, o'tamading sinovda. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani, kasal qiladi bular sog'lani, orzu qilib yashab o'zolani. Ertasi yo'q bu bollani, nima ham qilarding bog'lani.